Navoiyda 47 nafar yo'lovchisi bilan harakatlanib ketayotgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchrab ag'darilib ketdi. Eng ayanchlisi, mazkur voqea qurbonsiz bo'lmadi. Voqea bugun tongda soat taxminan 7:40lar atrofida yuz bergan. Aniqlik kiritilishicha, 1986-yilda tug'ilgan haydovchi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetiga ag'darilib ketadi. Avtohalokat natijasida og'ir tan jarohati olgan 2 nafar yo'lovchi voqea joyida vafot etadi. Turli ko'rinishda jarohat olgan 9 nafar fuqarolar esa shifoxonaga olib borilgan. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilishicha, hozirda vaziyatni to'liq o'rganish, jabrlanganlar va ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatish hamda og'ir oqibatlarga olib kelgan shart-sharoitlarga huquqiy baho berish maqsadida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Avtobus haydovchilari, harakat vaqtida hushyorlikni 2 karra oshiring, chunki siz nafaqat o'zingiz, balki avtobusdagi boshqa yo'lovchilarning xavfsizligi uchun ham javobgarsiz. Biz marhum fuqarolarning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.